Bugun O'zbekistonda farmatsevtika bozori keskin o'sish bosqichiga kirgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dori vositalari va tibbiy buyumlar bozori hajmi qariyb 2,5 milliard dollarga yaqinlashgan. Bu raqamlar ortida nafaqat iqtisodiy o'sish, balki aholining sifatli va arzon dori vositalariga bo'lgan ehtiyojini qoplash yo'lidagi muhim o'zgarishlar mujassam. Farmatsevtika sohasi nafaqat sog'liqni saqlash tizimining muhim bo'g'ini, balki iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri sifatida ham e'tirof etilmoqda. Xo'sh, ushbu o'sish ortida qanday imkoniyatlar va muammolar yashiringan? Mahalliy ishlab chiqaruvchilar oldida qanday vazifalar turibdi? Bu haqda batafsil hozirgi reportajda. So'nggi yillarda sohada sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2016-2017 yillarda dori vositalari ishlab chiqarish hajmi 1,4 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 7,3 trillion so'mga yetdi. 2025-yilda farmatsevtika sohasidagi umumiy aylanma 2 milliard dollarga yetgan. Bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 18% ga ko'p. Eksport hajmi esa 32 million dollarni tashkil qilgan. Shu bilan birga ichki bozor hajmi allaqachon 2,5 milliard dollarga yaqinlashdi. Umuman O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar bozori 2,5 milliard dollarga yaqinlashdi. Aholimiz soni 2030-yilga borib 40 milliondan ortishi kutilyapti. Ularning daromadi ko'paygani sari sog'lig'iga e'tibor ham kuchayapti. Buni hisobiga farmatsevtika bozori yanada kengayadi. Hozirgi kunda aholimiz 38 milliondan oshganligini inobatga olgan holda, yiliga o'rtacha 1 milliondan oshgan hisobiga nafaqat farmatsevtika bozorida, balki oziq-ovqat sanoati hamma sohalarda o'sish kuzatilmoqda. Hozirgi kunda mahalliy mahsulotlarning bozordagi ulushi ortib bormoqda. Buni ikkita yo'nalishda ko'rsak bo'ladi. Birinchisi qadoq soni bo'yicha, ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hajmi bo'yicha. Bu ko'rsatkich bo'yicha mahalliy mahsulotlarning bozordagi ulushi 45% dan oshgan. Qiymat jihatdan oladigan bo'lsak, dori vositalarining bozordagi ulushi 20% ga yaqinlashgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda imzolangan 137-sonli farmoniga muvofiq xalqaro ISO 13485 standarti majburiy qilib belgilanmoqda. Farmatsevtika faqat sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq emas. Soha iqtisodiyotning ham muhim segmenti. Yildan yilga mahsulot hajmi oshib borishiga qaramasdan, import hajmi eksportga nisbatan yuqoriligini saqlab qolmoqda. Shu sababdan prezidentimiz asosiy e'tiborni mahalliy ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratmoqda. Prezidentimiz boshchiligidagi selektor davomida ham farmatsevtika sohasida kelajakda yana qo'shimcha 1 milliard dollarlik investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha sohamizga bir yangi marra belgilab berildi. Yuqorida keltirilgan raqamlar ortida keskin raqobat, tavakkalchilik va milliardlik qarorlar turadi va bu sohada ayol tadbirkorlar ham tobora yetakchi pozitsiyaga chiqmoqda. So'nggi 10 yillikda farmatsevtika sohasida tadbirkorlar uchun imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Hozirgi kunda mamlakatda dori vositalarining katta qismi import qilinadi. Davlat siyosatiga ko'ra 2030-yilgacha ichki bozorda mahalliy mahsulotlarning ulushi 70% gacha oshirishimiz maqsad qilingan. Farmatsevtika sohasida men sizga aytsam, sifat va xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Shu sababli mahalliy ishlab chiqaruvchilar xalqaro standartlar, ayniqsa GMP talablariga moslashishi kerak. Biroq bu jarayonda bir qator qiyinchiliklar uchraydi. Hozirda o'zbek dori vositalariga 50 dan ortiq davlatga yetkazilmoqda. Farmatsevtika klasterlari va texnoparklar orqali yangi zavodlar ishga tushadi. Natijada O'zbekiston Markaziy Osiyoda farmatsevtika hubiga aylanishi mumkin. Shubhasiz farmatsevtika sohasidagi bugungi o'sish katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Endi esa asosiy vazifa mana shu imkoniyatlarni real ishlab chiqarish va sifatli mahsulotga aylantirish. Bu kun Diyora Soatova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.